Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Demak, hozir men trade qilish jarayonidaman va bitta zo'r narsa, o'rgatadigan narsa kelib qoldi. Shuning uchun sразу ekranni yoqib o'rgatib ketaman sizlarga, qaranglar. Mana bu yerda biz hozir latamdamiz. So'nggi qismda mana bu yerda chiroyli falling wedge shakllangan. Ya'ni bu pattern classic reverse signal hisoblanadi. Mana shu joydan hozir savdoga tayyorlanyapman. Asosiy nuqta bu pattern ichidagi harakatlar kamayib, siqilib boradi va chiqish o'sishiga olib keladi. Ko'ryapsizlar, mana bu ikkita liniyani, ikkita qizil chiziqni orasidagi narx bir-biriga urilib siqilib kelgan va undan keyin tepaga qarab o'sgan. Tepaga o'sgandan keyin ham bizda akkuratniy harakat bor. Ko'ryapsizlar-ya? Va men tepaga $1000 bilan bitim ochaman. Xo'sh, nimaga $1000 bilan ochdim? Sabab signal juda ham kuchli, daromadlilik esa 84%, ya'ni agar xo'sh, bitim plyusda yopiladigan bo'lsa $840 foyda bitta bitimni o'zidan. Grafikni ko'ryapsiz, to'g'ri joyda kirilgan. Shunchaki tasodif yoki omadga asoslangan trade emas bu. Asosiy qilingan ishni ko'rdinglar, shunchaki patternni aniqladim. Bunaqa patternlar juda ham ko'p bo'ladi. O'sha keraklisini topib, har bitta o'sha grafikani o'ziga qo'yib ko'rib, mosini ishlatsanglar juda ham zo'r ishlaydi patternlar. Xo'sh, пока что sal tushib beryapti. Lekin yopilishigacha hali vaqt bor, bemalol chiqishga ulguradi. Mana ko'ryapsizlar, sekin yashil shamcha yondi. Yaxshi, juda ham ajoyib. Plyusda yopdik-da. Ko'ryapsizlar, pattern ishladi. Umuman olganda, shunaqa patternlar ishlashini yaxshi ko'raman o'zi. Bunaqa patternlarning ko'pisini bizda Telegram VIP kanalimiz bor. Tekinga qo'shilish, bemalol o'sha yerda qo'shilsanglar, darslik tarzida tashlab o'rgatib boramiz tekinga. Shunchaki patternni olasizlar, to'g'ri kelgan narx joyini aniqlaysizlar. Mos keladimi? Mos kelsa, xuddi o'sha patternga qarab ishlaysizlar. Xo'sh, qaranglar, mana bu joyda nima narsa bo'lgan? Xo'sh, hozir tushuntirib beraman. Oldingi maksimumni yangilay olmadi. Mana shu joyda oldingi maksimumga chiqa olmadi narx, o'shandan keyin pastga ketdi, ko'ryapsizlar. To is higher high, higher low dedi. Oldingi higher highdan tepaga o'ta olmadi. Shu uchun bizda hozir korreksiya bo'ldi va shu uchun ham pastga bitim ochdi. Narxdagi korreksiya bu yo'nalishning o'zgarishi, ya'ni oldingi tepani, oldingi maksimumni yengib o'ta olmagan, ya'ni undan ham tepaga o'tish kerak edi aslida. Chunki oldingi o'sib berayotgan trendga qarasanglar, doim bitta oldingi tepa, undan oldingi tepadan pastroq bo'lgan. Menimcha tushundinglar nima demoqchiligimni. Mana o'yanda juda ham oddiy, simple narsa. Xo'sh, $1000 bilan pastga bitim ochildi. Tushunarli. Demak, minus va qaranglar, mana shu joydan yana pastga bitta 2 baravariga ko'paytirib ochamiz. Bu ham minusmi? Voy, ozgincha qoldi lekin. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi qaranglar. Davay, 4000 va xo'sh, bu joydan tepaga ketadi. Ketdi. Hayr-hayni ozgincha buzib o'tgan soyasi bilan ko'ryapsizlar. Va men shunga asoslanib tepaga ochdim. Xo'sh, juda ajoyib, zo'r. Baribir plyus qildik. Bu riskni boshqarish deyiladi bolalar. Albatta har doim ham 100% emas, lekin riskni nazorat qilish
kerak va patternlarni to'g'ri o'qitib, to'g'ri signalga asoslanib ishlash kerak. Ketdi yana tepaga. Ishonchli signal kirish joyi bor, shuning uchun ham iloji boricha ko'proq summa bilan kiring. Bunaqa grafikalarni o'qish qiyin emas. Shunchaki o'rganish kerak xolos. Xolos, Telegram kanalimda bu narsalarni o'rgatib boraman. Har kuni shunaqa patternlar bilan savdo qilishni o'rganamiz. Signal va breakdownlarni faqat Telegram kanalida ko'rsatib boraman. Qo'shiling, bu sizga real daromad olib keladi. Men uverman bunga. Xo'sh, demak, VIP kanalimiz ham bor, ya'ni signal beriladigan tekinga kanal. Bemalol o'tib, undan ham foydalanishingiz mumkin. Hammasi tekinga. Har doimgidek, silta opisaniyada. Videoga like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.